Sizlar ham e'tibor berasizlar mana shunaqa videolarga yo bitta men e'tibor beraman mana. Qizlarni oldiga borib turib, "Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz qancha topish kerak?" desa, "So'mdami, dollardami?" deydi. Shu menga qo'ysa Bitcoinda deyaveraman, opani miyasi yetmay qoladi uni yog'iga. Aytavering, opa, o'zimiz hisoblab olamiz. Ну, so'mda, допустим, 80 million topsa, undan 60 millionini men o'zim xarajatlarim uchun ishlataman, o'zim chiroyli bo'lishim. 60 million. Men uyda bitta tipratgan bakaman-da, shunga 20 million sarflasam, где-то Marilyn Monroe'lar urinidagi chiroyli bo'lib qoladi. Tushunyapsizlar? 60 million o'g'il bola bo'lish kerak 60 million bilan unaqa bo'lib turish uchun, to'g'risida. Qanaqa bola bo'lish kerak desa, chiroyli, badavlat, kelishgan, aqlli, boy, o'ziga qaraydigan. Opa, u hammasi bitta odamda bo'lish kerakmi? Siz 5 ta odamning xarakterini aytyapsiz, to'g'risi bu sizni turishingizga ham qiziq. 3 ta pastdagi videoda ham labingiz ko'rinib turibdi, qo'ysangiz, opa, ularni ruschasiga maza qilaman, bilasizlar. Bitta-ikkita so'zlar yodlab oladi. Aytib turib, hali уже окончаниялар bir-biriga salto otishni boshlagan. Sekin o'zbekcha gaplashaveringlar.